O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya Jizzax mintaqaviy o'quv markazida markazning doimiy shaxsiy tarkibi hamda tinglovchilarning o'zbek adabiyoti, boy tarixi va madaniyatini keng targ'ib qilish, yaqindan tanishtirish va to'plangan bilimlarni sinovdan o'tkazish maqsadida Borot kutubxona markaz bilan hamkorlikda Zukko kitobxon ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Unda markaz xodimlaridan tuzilgan Qalqon boshlang'ich tayyorgarlik kursi tinglovchilarining, yosh gvardiyachilar, qayta tayyorlov kursi tinglovchilarining, bilimdonlar hamda harbiylashtirilgan soqchilik bo'linmalari tinglovchilarining, Temurbeklar izdoshlari jamoalari to'rtta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Ko'rik-tanlov qizg'in hamda muzokaralarga boy tarzda o'tkazildi. Tadbirning badiiy qismida iqtidorli tinglovchilar tomonidan tayyorlangan sahna chiqishlari tinglovchilar va tadbir mehmonlarida iliq taassurot qoldirdi. Ko'rik-tanlovda to'plangan ballar hakamlar hay'ati tomonidan sarhisob qilinib, yakunda faxrli 3-o'rinni boshlang'ich tayyorgarlik kursi tinglovchilarining yosh gvardiyachilar jamoasi, 2-o'rinni qayta tayyorlov kursi tinglovchilarining bilimdonlar jamoasi hamda faxrli 1-o'rinni markaz doimiy tarkib ofitserlaridan tuzilgan Qalqon jamoalari egalladi. Tanlov yakunida g'olib va sovrindorlarga markaz boshlig'ining faxriyorlik va esdalik sovg'alari topshirildi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning bilim salohiyatini oshirish hamda mutolaa madaniyatini rivojlantirishdan iboratdir.